Şu görüp durgan tavuk keteklerisini bugün aksiya narxda qo'yib beramiz. Kanalımıza abone bo'lgan, like basgan, kommentariy yozgan adam bo'lishi shart. Şu razmerini 1.400.000 so'mdan sotib o'tirganmiz, lekin hozir sizlarga shuni 1.200.000 so'mga qo'yib beramiz do'stlar. Razmerlerini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, emendilamasi 1.20, balandligi 1 metr, uzunluğuna 3 metrni tashkil etadi do'stlar. Kraskalari urilgan, tarlari qo'yilgan, profildan ham oyami ishlatganmiz. Yana görüp turganlar isti. Hem ramka, ramka, 4 ramka aylanib uzoq bo'yina ishlangan. Setkani yine qalin setkada yashilni qalinidan qo'yilgan do'stlar. Asanslar xudo xolasa o'ynab kulib ishlataverasizlar. Tavuk sig'imini aytib o'tadigan bo'lsak, bemalol 20 tavuk o'ynab yashaydi. Agar ko'proqni taman deydigan narsalar odamlar bo'ladigan bo'lsa, 30 tavukdan yana bir tar qo'shib 30 tavukdan baqtirib bersa bo'laveradi do'stlar. Bir like, abone bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Bizda har xil setkalarimiz bor. Bizani kuzatishda davom eting. Sağ olun, salomat bo'lin. Keyingi videolarda görüşguncha sog'lik, omonlikda. Yetti start berdik esa. Ulgurgan ulgurdi.